Assalomu alaykum muslimalarim. Bugun men sizlarga uy sharoitida tayyorlanadigan eng mazali, eng qarsildoq KFC'ni tayyorlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga tovuq qanotlari kerak bo'ladi. Tovuq qanotlarini bo'laklarga bo'lib olamiz. Uchini ishlatmaymiz. Ikkita qismini olib, tuz, murch, paprika solamiz. Achchiq paprika solsanglar juda ham mazali bo'ladi. 200 gram suv solib marinovka qilib qo'yamiz. 3-4 soat marinovka bo'lgan tovuqlarimizni olib, ozgina unga paprika solib, yaxshilab unlab olamiz. Cho'g'li yordamida ortiqcha unlardan xalos qilib, muzikuni suvga botirib olamiz. Shu jarayonni 2 marta takrorlasanglar, KFC'lar juda ham ko'rchkali bo'lib chiqadi. O'rtacha qizib turgan olovda KFC'larimizni 12-15 daqiqa davomida qovurib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar. KFC'miz tayyor bo'ldi. Qaranglar qanaqa chiroyli ko'rchkalari bilan. Endi buni ketchupga botirib maza qilib yeb olamiz.